12-may kuni Nukusdagi barcha tarmoqli marketingda ishlaydigan liderlar bilan master klass bo'lib o'tadi. Hurmatli CTV'klar, barcha kompaniyada ishlaydigan liderlar, aynan jamoa yig'dingiz yo'q bo'lib ketyapti. Biz jamoani yig'amiz, ya'ni o'z-o'zidan ular ishlamaydi. Nega bizda tizimlashtirish yo'q? Mana eshitgansiz, duplikatsiya qanday amalga oshiriladi? Noldan boshlab o'rgata olamiz. Ya'ni undan tashqari taklif qilish san'ati. Taklif qilish san'atidan bezilladi odamlar. Hammaning lichkasiga chiqamiz yoki kompaniya haqida aytamiz. Menga kompaniya kerak emas degan gaplarni eshityapmiz. Aynan biz bo'lmasak ham bizning hozirgi kunda shogirdlarimiz mana shunday gaplarni eshityapti. Demak, biz yangilik yaratishimiz kerak. Hurmatli Nukusdagi barcha tarmoqli marketingda ishlaydigan liderlar, aynan sizlar bilan yangi strategiya, yangi jamoa tuzish va jamoani saqlab qolish qanday bo'ladi, qanday qilib duplikatsiya tizimlashtirish mumkinligi to'g'risida biz master klass o'tyapmiz. Mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va o'z joyingizni band qiling. Men Nargiza Umarbekovna hozirgi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Moskva, Germaniya, Turkiya davlatidagi aynan tarmoqli marketingda ishlaydigan liderlarni onlayn va offlayn o'qitib kelmoqdaman. Xalqaro toifadagi tarmoqli marketing ekspertiman. Aynan 2 oyda 2450 tadan ortiq komanda qurganman. Mana shuni qanday qilib ushlab qolish mumkin, tizimlashtirish, duplikatsiya qilish mumkin. Mana shular haqida o'rganishni xohlaysizmi? Unda biz sizlarni master klassda kutamiz. Ko'rishguncha.